Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda uchastka nozirlaridan biri bo'lgan inson o'zining yoniga murojaat bilan kelgan qizga yotoqxona taklifini bergani videosi keng tarqalmoqda. O'zining formasidan foydalanib vakolatini suiiste'mol qilayotgan kuchuk haqida gaplashamiz. Endi ishingiz uchun nimadir qilishim kerak emas-ku. Ishingiz-ku baribir yordam bersangiz bo'ladi-ku. Xayr, hudud meniki emas-ku. Hozir men boshqa narsa beraman desam siz qilasiz-ku, hudud sizniki bo'lmasa ham. Men ketdim unda. Yaxshi ishlang. Просто senga aytganim hazil qilib turib bemalol senga nima aytganim, nima bo'ladi? Qani nimaga erishaman men? Shuning uchun bemalol aytdim. Aloqa qilmayman. Xohlagan joyingiz bilan keling, haq beraman. Sen haqingni qilaman. Yo'q, Senga haq beraman. yo'q, o'tiramiz demoqchiman, lekin masga qilmayman. Buyerda. Men senga haqingni beraman. Xohlasang qolsin. Yo'q, Meni oyligim yetadi. Bitta har o'rniga. yo'q, endi uni emas, sizga endi o'tiramiz demoqchiman-da. O'zim ham bo'laman, lekin seks temadan. Bitta narsada qara. Ketdi. Yo'q. Anomas gap otdi boshqa просто. Aka singil. Aka singil bunaqa o'tirmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Gap otishmas. Yo'q. Men gap otishmas senga. Tushunayapsanmi? Yo'q, Yordam beraman, yordam bermayman emas. urmay, o'g'riyapti. Bitta o'pib qo'yib bitimdan bo'ldi. Yo'q, o'tmayman. Sen вообще Bu kuchukni xotini meni ko'rib turgan bo'lsangiz, Iris piddaraz odam. Ana shunaqa yosh qizchalar ish bilan kirsa, domogательство qiladi Iris. Ichki ishlar xodimlaridan so'rab qolardimki, DXX xodimlaridan ham so'rab qolardimki, bu kuchukni topib, qonuniy chora ko'rishlaringni. Agar bu kuchukchani topib, o'zlaring qonuniy chora ko'rmasalaring, men bu videoni olib chiqaraman, chunki video 12 minutlik. Bu hali xamir uchidan patir. Qolgan ishlar boshqacha. Qolgan joylarda 102 da ishlaydiganlar ham qo'shilib ketgan, ichki ishlarda ishlaydiganlar ham qo'shilib ketgan. Aka-ukalar, videoni tarqatinglar hammaga qo'ldan kelgancha. Kuchukni ichkarida qilasan, erkaklar bilan qilishadi seni.